Uchrashuvda fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, sud va notariat o'rtasida o'zaro axborot almashinuvi, hamkorlik, jarayonlarni raqamlashtirish hamda sohada uchrayotgan muammolarni bartaraf etish masalalari muhokama qilindi. Ushbu davra suhbatida, ya'ni sudyalar hamda notariuslar o'rtasidagi amaliyotdan kelib chiqqan muammolar ko'tarildi. Bu bo'yicha, ya'ni notariuslarda hozirda muammo kelib chiqayotgan masala, ya'ni SNG davlatlardan kelayotgan ishonchnomalar, arizalar, meros huquqiga oid bo'lgan masalalar, ya'ni ulushdorlar, ya'ni mulklarda ulushlarni bo'lish masalasi, ularning roziliklari, er-xotin mulkiga oid masalalar ko'tarildi va bu masalalar bo'yicha maslahatlar berildi, aniq bir yechimga kelish bo'yicha, xulosaga kelish bo'yicha. Tadbir davomida merosni xususiylashtirish, vorislik nizolari, kadastr va sudlar o'rtasida yagona elektron tizim yaratish, shuningdek, notariuslarning huquqiy himoyasini mustahkamlash kabi mavzular yuzasidan fikr almashildi. Bundan tashqari, o'sha notariat sohasi va sud tizimidagi o'zaro hujjat almashinuvi yuzasidan integratsiyalarni amalga oshirish yuzasidan muammolar mavjudligi ko'tarildi. Bu juda ham dolzarb masala. Shu yuzasidan hozirda ayniqsa mana raqamli sud tizimi bo'yicha islohotlar amalga oshirilayotganda shu jihatlarga ham e'tibor berish va bu tizimni ham yo'lga qo'yish va avvalo fuqarolarimizga yengillik yaratishdi va har ikkala sohada, sud sohasida ham, notariat sohasida ham ishlarni olib borilishida yengillik yaratadi. Davra suhbati yakunida qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va sud hamda notariat tizimlar o'rtasida barqaror hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvga erishildi.